Bismillah. Demak, organik kimyoni boshlaymiz. Hurmatli kuzatuvchi, organik kimyo 3 ta asosiy katta bo'limga bo'linadi. Uglevodorodlar bo'limi, kislorodli organik birikmalar bo'limi va azotli organik birikmalar bo'limi. Ana endi bu bo'limlar o'z navbatida kichik sinflarga ajratib olinadi. Uglevodorodlar bo'limi ikkiga ajraladi. To'yingan uglevodorodlar, to'yinmagan uglevodorodlar. Kislorodli organik birikmalar ham o'z ichiga mana bu sinflarni oladi. Spirtlar, fenollar, oksobirikmalar, karbon kislotalar, murakkab efirlar, yog'lar va uglevodlar sinfini o'z ichiga oladi. Azotli organik birikmalar esa nitrobirikmalar, aminlar, aminokislotalar, aromatik aminlar va yuqori molekulyar birikmalar kabi sinflarni o'z ichiga oladi. Biz asta-sekin shu sinflarni o'rganishni boshlaymiz. Demak, bugungi mavzuyimiz uglevodorodlar bo'limi, uglevodorodlarning to'yingan vakillari, ya'ni bu sinfga ikkita vakil kiritiladi. Alkanlar va sikloalkanlar. Qaytaraman, uglevodorodlar, ularni to'yingani alkan va sikloalkan bo'lib, bugun o'rganadigan mavzuyimiz alkanlar, to'yingan uglevodorodlar. Biz har bir mavzuni mana shu rejalar asosida o'rganib boramiz. Demak, birinchi rejamiz umumiy formula. Alkanlarning umumiy formulasini o'rganishdan boshlaymiz. E'tibor bering. Cn, ya'ni uglerod N, H2N plus 2. Bu yerdagi N nimani bildiradi? N uglerodlar sonini bildiradi. Mana shu yerdagi N nechiga teng bo'lsa, uni 2 ga ko'paytiramiz va 2 ni qo'shganimizda nimani soni kelib chiqadi? Vodorodlar soni kelib chiqadi. Keling, birinchi vakilini ko'rib chiqaylik. Birinchi vakilida demak bitta uglerod bor. Yoniga vodorodni yozamiz. Umumiy formula bo'yicha uglerodlar sonini, ya'ni 1 ni ko'paytiramiz 2 ga. 2 bo'ladi. Unga 2 ni qo'shganimizda 4 bo'ladi. Mana bu alkanlarning birinchi vakili. Nomi metan. Alkan bo'lganligi uchun oxirida an so'zi bilan tugaydi. Har bir alkanni nomida oxiri mana shu qo'shimcha bilan yakunlanadi. Ikkinchi vakiliga o'tamiz. Ikkinchi vakilida aniqki, uglerodlar soni nechta bo'ladi? To'ppa-to'g'ri 2 ta bo'ladi. Mana uglerodlar soni 2. Ana endi vodorodlar sonini topamiz. Siz harakat qilib ko'ring. To'g'ri. Ya'ni mana bu 2 ni 2 ga ko'paytiramiz, 4 bo'ladi. Unga 2 ni qo'shganimizda esa 6 bo'ladi. Ikkinchi vakilining nomi esa etan. Buni ham oxiri an qo'shimchasi bilan yakunlanadi. Uchinchi vakil uglerodlar soni 3 ta, vodorodlar soni esa, agar siz yuqoridagi qoidani to'liq tushungan bo'lsangiz, javobini topdingiz. 3 ni ko'paytiraman 2 ga, ya'ni formula bo'yicha n ni ko'paytirdim 2 ga, 6 bo'ladi. 6 ga 2 ni qo'shganimizda 8 bo'ladi. Buni nomi esa propan. Shu tarzda alkanlarning gamologik qatori davom etib ketadi. Ekraningizda alkanlarning to'liq gamologik vakillari mana ko'rinib turibdi. Endi umumiy formuladan foydalanib alkanlarni kelinglar 7-vakilini yozib ko'ramiz. Demak, uglerod 7. Vodorodning sonini siz mustaqil topa olsangiz, demak, umumiy formuladan foydalanishni tushundingiz. Ana endi men javobni yozaman. Uglerodni 2 ga ko'paytiraman. Ya'ni 7 ni 2 ga ko'paytiramiz 14, 14 ga 2 ni qo'shamiz 16. Buni nomi esa geptan. Ana shunday.